Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarimiz. Xohlasa biz sizlarga yem mishalka va drabil 380 ishlagan drabilkamiz ishlashini ko'rsatib beramiz. Xo'p. Kimda mana bunaqangi hashiylar bo'lsa, endi to'pani bosib qolgan. Buni tashlab yuborishga shoshilmay turasizlar. Sababi buni ham xohlasa yaxshilab yegizib yuborsa bo'ladi, faqat usti ozgina ishlaniladi. Hozir ko'rasizlar. Tayyorsa, hozir mana shuni drabilkadan o'tkazib, keyin yem mishalkada yem tayyorlaymiz. Va bizga boshqacha hashiylar ham kerak bo'ladi. Faqat shuni o'zi bas. Yo'qo'ring. Assalomu alaykum yana bir bor. Xudo xolasa, yemlarimizni tayyorlayapmiz. Mana hozir haligi bundan oldingi silosga mana bunaqangi holatda edi mana. Po'panelar bosgan edi. Hozir drabilkadan o'tkazib po'panelarni uchirib yubordik. Qolgan yantaq, pichan, somon, makkani poyasi har xil nimalarni aralashtirib yubordik mana hozir. Endi don maydalashga navbat keldi. Xudo xolasa, bu yerda nima maydalayapmiz. Guruchni oqshog'i, makkani sotasi bilan maydalab qo'yilgani. Endi hozir mana bunaqangi qotib qolganligi sababli buni ham maydalayapmiz. Bu yerda mana o'riydi qoqisi ham bor. Bu ham ancha oldin maydalaganimiz sababli bu ham qotib qolgan. Shuni hozir yoyish maqsadida oz bularni maydalab yuboramiz. Xudo xolasa, ishni boshladik hozir. Xudo xolasa chiqarib bo'ldik mana. Biz endi yormadan o'tkazdik. Bu yerda maydalangan narsamiz ko'p edi. Oqshoqlar mana. Oqshoqlar ham ezilib yorma bo'lib qoldi. Bizga qo'yga bo'laveradi bu. Hozir endi ishni davomini ham ko'ramiz. Xo'p, mana yemlarimiz tayyor, hashiylarimiz tayyor. Bu yerda qolganlari ham tayyormi? Sho'rxa, bug'doyda manaqasi mana ortgani, maydalangani. Siloslarimiz ham tayyor. Xudo xolasa, mana endi 100 kilolik mishalkamizni ishlashini ko'ramiz. 100 kilolik mishalkamizni bir tushuntiramiz ishlatishdan oldin. Reduktorli bo'lmaydi bu, shesternerli bo'ladi mana. Hop, bu kak reduktorning o'rnida mana shunaqangi bichilgan. Hop, kizigimaga ishlaydi, avtomatik ko'tarilsa ishlaydi mana. Buni shesternasini, zublarini atrobotgada o'sha bir vaqti bilan qurib qolishiga qarab turib yog'lab turiladi shpressda. Bunga solidor bo'lmaydi. Sababi solidor o'zida chang ushlab qoladi. Atrobotkada chang to'plansa, ko'payganda tushib ketib qoladi. Hop. Ishlash prinsipi mana shunaqa bo'ladi. Qopqoqli variantda motorlar 2 kW 1.5 оборотda kizigimaga tayyor ulab qo'ydik mana, ishlaydi. Yangi motor qo'yiladi. Hop. Apparatimiz 100 kilolikda qopqoq bo'ladi, mana undan kattalarda qopqoq bo'lmaydi. Sababi uyga ishlatgani bo'lganligi uchun mabodo quruq hashiy solganda aylantirayotgan paytda changiydigan bo'lsa, qopqog'ini yopib changini bekitib turiladi, shu sabab uchun. Hop, ishlashga hozir tayyormiz. Hozir ishlash jarayoniga o'tamiz, xudo xolasa. Qani, boshladik. Birinchi silos solaylik. Xolasa boshladik uni. Birinchi qop silosimiz. O'shalarga ehtiyot. Ha, bo'ldi, olib ketdi. Bash o'chirib turaylik, paketni olib tashlaymiz. Paketni olib tashlang. Bo'ldi, ketdi. Buni ham solaverasiz. Bana bering. Bu yetarkan endi somon solayotgan bo'lsa ko'payib ketamiz. Somon solaveramiz. Ha, bag'dagi somonlar. Buni ham solavering. Yani to'plab qo'ying.
tarafga ham soling Akmal aka. Shu bilan sirasi mana yemga kirib ketyapti, o'zi aralashib ketyapti. Akmal aka, bitta solsangiz bo'ldi. Shon soling bo'ldi. Baqa endi yem solamiz. Sho'rg'a bizdan bitta buni kraska monkada bitta tashlayapmiz, solavering. Yoyib tashlab olasan, ha. Biz endi haligi kilolab solmaymiz, sababi biz nima topsak shundan yem tayyorlaymiz. Bu agar o'sha ratsionda kilogramm hisob tayyorlansa, dolasa juda chiroyli yem bo'ladi. Buni bug'doy nimasidan ham solib bering aka, atxotidan. Bug'doyda atxoti bu. Buni biz maydalaganmiz, shu puch bug'doylar bo'ladi, ichida siniq yarim bug'doylar bo'ladi. Mana shular biz drabikida maydalaganmiz. Over ko'ramiz, agar kam bo'lsa solamiz. Sho'rxasi bor ichida. Mana bu yerdan olamiz. Bu yerda sho'rxasi bu yerda aralashib yuribdi, bor. Tashlayver. Endi yoyib to'kaverasa. Biz bu yemni tayyorlab qo'ysak ko'proq vaqt turadi bizda qopda. Qo'yilamiz yeb bo'lganigacha. Shunga biz suv qo'shmaymiz. Silos bilan yem tayyorlaganda o'zi asli suv qo'shish shart ekan. Sababi suv qo'shilganda o'sha namligi joyiga kelib yaxshi bo'lar ekan. Xo'p. Aka, mana bu nimalardan ham soling. Makka bu yerda bu aralash bo'lib ketdi. Buni ichida oqchaqi bor, makkani sotasi bilan maydalangani bor, bug'doy ham bor. Keyin haligi o'rikli qoqisini ham chiqardik, xudo xolasa. O'rik qoqini ham shu mol qo'ylar yegizagani bo'lar ekan. Uni nimaga soling, o'sha bitta o'lcham qilib olamiz-da. Biz buni hozir to'ldirib qo'yib ishlatyapmiz. Ko'p me'yordan oshiq bu, xudo xolasa. Asli bunaqa ko'p solinmaydi, sal pastroq solinadi, kamroq solinadi. Mana shu to'kishgan bug'doylari mana shu don yemimiz. Shu bilan mana tagiga kirib ketib aralashib ketamiz. Endi bir picha aralashsa shirasini ko'ramiz, kam bo'lsa bir shu yemlardan qo'shamiz agar. Mana bu o'ta go'zal bo'lib turibdi hozir. Yem o'zi mana qo'shilgan yemlar bilan yemimiz toshishga kelyapti mana o'zi. Yani to'kilib ketib aralashganda toshilib ketyapti. Mana bularni ishga tushirib qo'yamiz. Mishalga ishlatganda qo'lda buni ichiga tiqib nima qilmaymiz. Va yemni ko'rmoqchi bo'lsa ustidan jinday olib ko'rasiz. Qo'lda ichiga tiqmaysiz, sababi xavfli bo'lib qoladi. Ash tepani o'zida ko'rasiz, mana o'zi hamma yo'qi bir xil bo'ladi. Har bir
bitta burchaklardan yemimiz tayyor bo'lib, o'zi mana shu kraska bankamizda bitta solingan yemlar yetar ekan. Sababi sho'rxa bir 5 kilo hisobida 5 kilo chiqmaydi, sababi 3 kilo, 2 kilo chiqadigan bo'lsa, mana bular 5 kilodan chiqadi. Bu yem og'ir, nargisi ham og'ir, 5 kilodan chiqadi. Xohlasa yemimiz tayyor mana. Bu o'zi shu 5 minut, 7 minut aralashsa yetadi. Hammasi bir-biriga uyushib ketadi. Agar suv ham qo'shsalang, bundan ham yaxshi bo'ladi. Bir mahalli yem bo'lsa, suv qo'shsalang yana ham yaxshi bo'ladi. Endi biz qo'y boqamiz. Qo'ylarga bu ko'proq yegiziladi. Bir 10-15 kun atrofida yegizilgan sababli qopda turadi. Shunga suv qo'shmaymiz. Sababi anaqa video boshida ko'rsatganimdek po'pana bo'lib qoladi. Suv qo'shilsa. Bizga quruq tayyorlasak, uzoqroq muddat turib beradi. Xohlasa yemimiz tayyor, to'kib olaveramiz aka-malaka. Mana xohlasa kuzatuvchilarimiz yemimiz tayyor, apparatimizni surib oldik. Ochib olaveramiz og'a. Mana ketdi mana. Sharsharadek tushadi, sharsharadek. Ha, yemi mana qaysi burchagini ushlab tomosha qilsak, mana har bitta burchagida o'sha biz solgan yemlarimiz, donlarimiz bor. Sho'rxa, boshqa-boshqalar. O'sha oldin aytganimizda buni yemni oldiga solsangiz ishtahasi yo'q, qo'y bo'ladimi, mol bilan yevoradi. Endi biz qo'yga yegizganimiz uchun hashaylarimiz mayda. Agar molga yegizilsa, hashaylar sal bundan ko'ra kattaroq bo'lsa ham bo'laveradi. Mana xudolar yemlarimiz tayyor bo'ldi. 100 kilolik yem ishlatganmiz. Ishlash sharoiti mana shunaqa bo'ldi. Xo'p. 100 kilolik yem ishlatganda tayyorlangan. 69 kilo. Mana uni ham qo'ying ustiga birovlar turaveradi. 100 kilolik meshalkamizda tayyorlangan silos, somon, boshqa yemlar mana. 79 Hop, 79,5 kilo ekan tashdi. Mana shuncha somon sig'ar ekan ichiga yem. Agar bu don o'zini aralashsa, mana bunaqangi donlar o'zini aralashsa, bular 100 kilo aralashtiradi buni. Hop. Meshalkada mana tayyorlangan yemni olib kelib qo'ylarga tashladik. Hop. Bularga men qaramaganimiz uchun siz begona sirayapti mani. Mana soni o'zini ko'tarilmayapti. Yo'q, yo'q. Gupullatyapti. Mana o'sha yem mana.